Ellikqal'a tumani Tozabog‘ ovulida tashkil etilgan tadbirlar aholining kundalik turmush sharoitlarini yaxshilash va muammolarga mahallaning o'zida yechim topishga qaratildi. Hududdagi kriminogen vaziyatni sog'lomlashtirish va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ushbu tadbir ochiq muloqot maydoniga aylandi. Ma'lumki, ishsizlik, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning kelib chiqishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan biri. Shu bois tadbir doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etildi. Unda hududdagi korxona va tashkilotlar o'zlaridagi mavjud vakant o'rinlari bilan ishtirok etib, ish qidirayotgan fuqarolarga munosib takliflarni taqdim etdilar. Tadbir doirasida tuman prokurori Muzaffar Atajonov hamda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Beknazar Shahanovlar ishtirokida mahalla yettiligi va faollar bilan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Tozabog‘ ovul aholisi uchun o'tkazilgan sayyor qabul davomida kelib tushgan murojaatlarning aksariyati joyida ijobiy hal etildi. Ijrosi vaqt va mablag' talab etadigan masalalar bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanib, mas'ullarga qat'iy topshiriqlar berildi va ijrosi nazoratga olindi. Jarayonning uzviy davomi sifatida tuman adliya bo'limi, inson-ijtimoiy xizmatlar markazi hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan sayyor davlat xizmatlari ko'rsatildi. Fuqarolarga huquqiy maslahatlar berilib, ijtimoiy yordamga muhtoj shaxslarning hujjatlari shu yerning o'zida rasmiylashtirildi. Inson qadri uning salomatligi bilan belgilanadi. Shu tamoyil asosida ijtimoiy profilaktika kuni doirasida hudud aholisi uchun bepul tibbiy ko'rik tashkil qilindi. Tuman tibbiyot birlashmasining tor soha mutaxassislaridan iborat shifokorlar guruhi ovul ahlini tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Profilaktik tadbirlar faqatgina ma'muriy binolarda emas, balki xonadonboy davom ettirildi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari va mahalla yettiligi vakillari hududdagi alohida e'tibor va nazoratda turuvchi, ya'ni qizil toifaga kiritilgan voyaga yetmaganlarning xonadonlariga tashrif buyurishdi. Ularning oilaviy sharoiti, ta'lim-tarbiyasi va ruhiy holati yaqindan o'rganilib, ota-onalar bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad farzandlar tarbiyasida mas'uliyatni oshirish va ularni jinoyat ko'chasidan asrashdir. Ellikqal'a tumanida o'tkazilgan ushbu keng qamrovli tadbirlar aholi va davlat organlari o'rtasidagi ishonch ko'prigini yanada mustahkamlashga, eng muhimi mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu kabi uchrashuvlar tumanning boshqa hududlarida ham izchil davom ettirilmoqda.